Eng ko'p berilgan savollardan bittasi dushovoy kabinangizni nechta pulga oldinglar? Kattaligini ko'ryapsizlar qizlar. Hozir svet yoqsam просто ko'rinmay qolyapti-da. Отражение bu yoqqa tushib ketyapti-da. Oynali bo'lgani hisobiga. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu o'zi tegi eng kattasini olganimiz hisobiga sal qimmatroq variantda o'zi tegi. Chunki buni ichida gidromassajniy apparatlari, mana bunaqa mayda-chuyda narsalari hammasi o'tidi, radio padiolargacha bor-da buni ichida. Svetlari, har xil dush bo'ladigan narsalari. Mana bular ham yaxshisi-da. O'zi bular tegi $700 ekan. No bularni tanishlari $550 qilib beribdilar, chunki yaqin tanishlarida $550 tushdi. 700 ming so'mga qildirtirdik. Ariston oldik. Aristonimizni ham chunki buzilgan edi. Aristonimizni 2 800 mingga oldik. Общий summasini o'zingizlar hisoblab olasizlar. Shunaqa.